Bizga yetib kelgan murojaat bo'yicha manzilga yetib bordik. Ne ko'z bilan ko'ringki, oilada moddiy va ma'naviy qiyinchiliklar boshdan kechirishmoqda. Oila bekasi ko'zdan operatsiya bo'lish kerak, umurtqa pog'onalari singan. Oila sohibi esa tez orada operatsiya bo'ladi. Bundan bir necha yil avval esa o'g'illari avtohalokat tufayli olamdan o'tgan. Boquvchisi yo'q. Shuning uchun biz ishonchli bo'lish uchun o'zimizni karta raqamimizni qo'ydik. Ya'ni boshlovchi Abbosbek Yo'ldashevniki. Mana shu may ichi mana shu oilaga pul yig'ib, operatsiya uchun, qolaversa moddiy qiyinchiliklarni bartaraf qilish uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilmoqchimiz. Agar imkoningiz bo'lsa, karta raqamlariga pul tushiring yoki bizga qo'ng'iroq orqali bog'laning. Batafsil videoni e'tiboringizga havola qilamiz. Ihsonning mukofoti ihsondir. Alloh ihson qiluvchilardan qilsin. Odam ijtimoiy tarmoqqa chiqishga ming istihola qiladi, xijolat bo'ladi, lekin hozir bemorliklari bor, bellarda umurtqalari sinib qolgan ekan. Mana hozir maxsus o'sha doktor bergan jihoz bilan turishibdi. Bundan tashqari bir ko'zlarini operatsiya qildirishgan ekan, ikkinchi ko'zlari ham xira bo'lib, hozir oilaviy sharoitlari shu holatga majburlik uchun biz sizlardan yordam so'rab chiqdik. Nima niyatlar bo'lsa niyatlariga yetsin. Allohim o'zi panohida saqlasin. Topganlariga baraka bersin. Ihsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin ilohim. Endi hozir mana Ro'zmat tog'am yonimda turibdi. Oilalarga keldik. Sharoitni ko'rdik o'zimiz. Haqiqatan ham yordam qilmasak, mana shu onamizni davolanishlari uchun yordam qilmasak bo'lmaydi. Endi hozir yana Ro'zmat akamga mikrofon berib, onamizga mikrofon berib, o'zi qiynalib turgan odamlarni yana gapirtirib sizlarning oldingizda xijolat qilgim kelmayapti. Shuning uchun o'zim kerakli gapni gapirib qo'ydim. Karta raqamlarini yoki o'zimning telefon raqamlarini qoldiraman. Kelib hol-ahvol so'rab ketadiganlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Telefon raqamimni qoldiraman Ro'zmat tog'amni. Telefon qilib hol-ahvol so'raganlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Biz hujjat qilib qancha tushyapti, pul qancha yig'ildi hammasini mana shu 6/24 kanalimiz orqali kunda e'tiborlaringizga havola qilib rezultatini berib turamiz.